Albatta, hosilni barvaqt yig'ishtirib olishda terim mashinalarining hissasi katta. Joriy yil Qashqadaryo viloyatida yetishtirilgan paxta hosilining 54% yuqori unumli terim mashinalari yordamida terib olindi. So'nggi 2 yil ichida viloyatga 200 dan ortiq to'r qatorli zamonaviy terim agregatlari olib kelindi. Ana shu yuqori unumli texnikalarni samarali ishlashini tashkil etish, sifatli texnik xizmat ko'rsatishda mahoratli operatorlarni tayyorlash, ularning bilim va malakalarini oshirish maqsadida Qishloq xo'jalik vazirligi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda tashkil etilgan 5 kunlik o'quv seminar mashg'ulotlari boshlandi. O'quv mashg'ulotlari davomida 305 nafar malakali mexanizator operatorlarni tayyorlash ko'zda tutilgan. Joriy yil viloyatimizda 535 ming tonnali ulkan xirmonni yaratishda 270 ming tonna paxtani yig'ib terishda asosan bizaga mashina terimlarini kuchidan foydalandik. Bunda Qashqadaryo viloyatimizda 200 ta fermer xo'jaliklari tomonidan olingan Bashiran va Efenvort mashinalari va 50 dan yuqori paxta to'qimachilik klaster korxonalarimizda mashinalari orqali paxta yig'im terim mavsumini yakunladik. Bu o'qish seminarimiz ham amaliy ham nazariy amalga oshiriladi. Qarshi davlat texnika universitetida 5 ta tumanimizda o'tiladi. Bu Chiroqchi, Yakkabog', Shahrisabz, Qarshi tumanlari, Mirishkor, Muborak, Kaspi, Koson tumanlarimizda birinchi politexnikumda davom ettiriladi. Operatorlarimizni malakasini oshirib, ularga sertifikatlar beriladi. Kelgusida mana shu sertifikatga ega bo'lgan malakali mexanizatorlarni fermerlarimiz dalasida paxta yetishtirgan paxtasini terdirish uchun jalb qilinadi. O'quv amaliy seminar Qarshi texnika universitetida amaliy mashg'ulotlar bilan boshlandi. Yuqori unumli texnikalarni soz ishlashini ta'minlash, texnik xizmat ko'rsatish, saqlash, samaradorligini oshirish bo'yicha mutaxassislar tomonidan zarur ma'lumotlar berildi. Oxirgi yillarda respublikamiz bo'yicha paxta terimni mexanizatsiya yordamida amalga oshirish ulushi oshib bormoqda. Birgina joriy yilning o'zida Xitoy davlatidan 1300 ga yaqin paxta terish mashinalari olib kelindi. Albatta bu paxta terish mashinalarini boshqaradigan bilimli operatorlarga ehtiyoj sezilmoqda. Ushbu tashkil qilingan seminarlar ayni ushbu maqsadlarda tashkil qilinib, buning natijasida yetishtirilayotgan paxta hosilini qisqa muddatlarda terib olish, o'sha paxta terish mashinalaridan samarali foydalanish, qisqa muddatda yig'ib terib olish natijasida keyingi yil hosili uchun kuzgi suzgorlash, kuzgi boshoqli don ekinlarini o'z vaqtida undirib olishga zamin yaratib beradi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, mashina terimining afzalligi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ko'rsatkichlar va natijalarda ham o'zini namoyon etadi. Eng muhimi, paxta hosili qisqa vaqtda yig'ib terib olinadi. Kuzgi shudgor o'z vaqtida sifatli bajariladi hamda boshoqli don ekinlarini erta muddatlarda ekib, bir tekis ko'kartirib olishga erishiladi. Mashg'ulotlarda paxta terish mashinalarining rusumi, maketi, butlovchi qismlar va anjomlar xususida mutaxassislar, xorijiy kompaniyalar vakillari, universitet professor o'qituvchilar tomonidan batafsil tushuntirishlar berilmoqda. Men 6 yildan beri shu terim mashinalarini boshqarib kelyapman. Yildan yilga zamonaviy mashinalar kirib kelyapti. Masalan, Bashiran paxta mashinalaridan so'ng Efenfort paxta terim mashinalari kirib keldi. Zamonaviy, har tomonlama qulay. Paxtani toza teradi. Chanog'ida bir dona chigit ham qoldirmasdan terib oladi mashinalar. O'quv seminariga kelib, o'zimiz bilmagan narsani mana mutaxassislarimizdan o'rganyapmiz biz. Bilimimizni oshirish uchun astoydil harakat qilyapmiz. O'quv amaliy seminar so'ngida mexanizator operatorlarga maxsus sertifikatlar topshiriladi.